Bugun 9-may o'zish challenge'imning 2-kuni. Har kun ertalab birinchi qiladigan ishim taroziga chiqib vesimni o'lchash. Vesimni ko'rib turibsizlar. Kechagidan qancha farq qilyapti? Albatta kommentariyada yozinglar. Kechagi birinchi kunni ham postda qoldirganman. Ko'rmagan albatta kirib ko'ringlar. Farqini kommentariyada yozinglar. Natija qanaqa bo'lgan, qanchaga kamaygan? Albatta o'qiyman kommentariyalarni. Har kun ertalab birinchi qiladigan ishim bilasizlar, och qoringa suv ichish, iliq suv. Bugungi suvimga bir osh qoshiq olma sirkasi qo'shdim. Menda bugungi menyu 1 litr yog'siz kefir bilan 600 gram tvorog kun davomida iste'mol qilish kerak ekan. Men zavtrakka 200 gram tvorog iste'mol qildim. Zavtrak qilib bo'lganimdan keyin magazin chiqdim Malak bilan. Ozgina bozorlik qilib, bugun buvimlarni ko'rishga bordik. Buvimlarni ko'rdim, juda ham xursand bo'ldim u kishini ko'rib. Bu orada men suv normamni ham ichishni esimdan chiqarganim yo'q. Bugun kun davomida 1,5 litr suv ichdim. Va obed bo'ldi. Obedda mana shunaqa magazindan kefir olgandim, 1%lik. Mana shu kefirni hammasini ichdim. Bu kefir 450 ml ekan. Shuni kam ichib, obedga faqat shu kefirni o'zini ichdim, tvorog yemadim. Keyin buvimlar bilan gaplashib, qo'ychalarni tomosha qilib o'tirdik. Xullas, keyin buvimlarga ujin taxlabdim, ovqat pishirdim, mazali qilib non kabob qildim. Shunaqa hidi zo'r chiqyapti, bilasizlarmi, lekin shunaqa yegim kelyapti, menga mumkin emas. Men ujinga suvimni ichib, 10 minut o'tgandan keyin 200 gram tvorogimni yedim. Mana bugungi menyum shu bilan tugadi. Agar ko'p kommentariy yozsalaringiz, albatta yana yangi post joylayman.